Hürmetli rayon gazetsin yoratып okuşlar, daimi oldırıp barışlar. Sizning iqtibarga ko'ngilli yangilik yetkiramiz. 2020 yılning 1-yartı yillığına toşlamalı beyeden yazılı 2019 yılning 20 oktyabrına kadar uzaytıldı. Bu günlerde siz Archa Хэбэре rayon gazetesine arzon beyeden 711 so'm o'rnina 620 so'm 10 tiyindan har pochta bo'lishchasida yozila olasiz. Bunday mumkinlikdan foydalanib qolirga oshig'iz. Aldağı yartı yıllıkta da birge bolayıq. Rayon vakigalar işinde qoynayıq. Rayon gazetesining 1-sani 1930 yılda dünya ko'ra. Tizden ol o'zining 90 yıllığı belgilab o'tdi. Şu vaqt içinde gazetimiz bir ko'p vakigalarni o'z ishine oldi. Soğuş yurunda tildagılarning yaşayışını çağıldırdı. Soğuştan so'ng ilni turg'izu bo'yicha ish borishi turunda yetkirib bordi. Sovet yurundagi motor mezgillarni tasvirladi. Problemalarni ko'tardi. Olarni shishu yo'llarin to'g'irga tirishdi. Oldingilar o'rnak kishilar turida yozdi. Otnaga 2 tapqir chiqqan rayon gazetsin elekda kutib oldilar. Hozirda yaratib o'qiylar. Ülkenlerde, yaşlarda, avul xizmatçilarida, shahar xalqida, bolalarda, har birisi bizning gazetida o'zlariga kerakli ma'lumot topa ola. Archa xabarlari ul bizning o'zimiz yashayib turgan rayonimizning, shaharimizning turmush og'imin, avul xo'jaligi deymiz aytma, tuzilishi, madaniyati, ma'rifi, sport ülkesimi bitinisinde onlarning o'ng'ishlarin problemaların şuşu o'zimiz bilan yaşayib turgan kishilarning xizmetin yoqtirtib bora turgan, motor etib yoqtirtib bora turgan gazeta. Archa Хэбэре'nde yo'qchiliklarına tugul onda hiskari yo'qlar bo'lsa da, mine bizning Svertlov uramında bir park var idi, to'xlanıq haldaydı. Gazeta çıkargandan sonra benim ko'nglim tuzmadi. Biz kishilar bilan сөйләшеп bu parkni яңартtık. Bugün günde park mine şu halde büyük yarattıp okuyuz, beyren bizge. Mine şu Archa Хэбэре'lerini okuşturup, qarab, elektra yaxşı geçip buldu indi bul. Hayırda kelip tura bizge. Hele ondan ayrılgan yok, barabızdan dünya hallerini bilişip. Gazetimiz matbuot choralari orasida o'tkazilgan respublika beygilarida da ko'p topqirlar jengib chiqdi. Tatmedianing legendar brendi beygisida legendar gazeta nominatsiyasida birinchi o'rinni oldi. Bu jingu o'zi ko'p narsani anglata. Uning xalq bilan birga otlovi, rayonimiz xalqi manfaatlarini qo'yg'irtuvi, ularning problemalarini ko'z oldida tutib, shishu yo'llarini to'g'riga tirishuvi turida seli. Hurmatli rayon gazetsin yaratib o'qishlar, doimiy oldirib borishlar. 90 yıl davomida bir suhbatdan otladık, şotlandık, birshildik, ishladik, jengdik. Olda da yo'llarimiz ayrılmasın edi. Hurmatli rayon gazetini yaratib o'qishlar. 2020 yılning 1-yartı yillığına toşlamalı beyeden yazılı 2019 yılning 20 oktyabrına kadar uzaytıldı. Bu günlerde siz Archa Хэбэре rayon gazetesine arzon beyeden 711 so'm o'rnina 620 so'm 10 tiyindan har pochta bo'lishchasida yozilirga unutmag'iz.